Yeni olmayız ha? Hı? Onlar bu siz... Benim abam bilen görüşü başka yerden kalan. Hı? Hı? Cımbık gettiniz koy. Oynaş bakaya. Ma kız ol telefon neyim de almaydıgan bu. Dikkat ama şunu setitim ayı. Demek bu işlemimizin kalan da ötme jüridim sende ha? Kimmin kallasını ötüp deysen, eşkimnin kallasını ötmeyle alır. Ben de kanda kılmak isen. Kanda kıldım, eşkimin aşık arlaşmayın. Üzemin aşını kıyıp yürümeysen. Hakan çoğum sen. Bakan? Onu orada tazıp gipimiz bir yerden çıkmaya. Bakta da şey. Şair içinde de Rmoz plan tutup koyuptu. Yanı hayatını yanıcı başlayayım hadi. Sana bırak plana bağmayın. Bizim başlar bakılar, kanda olur. Çıkıp bağı bu sübiyle çıkışıp ötkün olmaydı kendime ha. Hey, bu yok. Bu nasıl sanalım adaş? İsmi Lale. Fikam Reynat'ın tonu işsiz demiş sen bana. Bana hazıra kışım var. Tık gir verip bile. Çıkkanı gördüm. Bu da açtıranlar da bu da sana orada pamak. Ya bu da bakmayın. İşte böyle. Ben tek git çıkıp çıkayım. Ay, Hakan. Tutuldum ya. Beyazı kılıklı coş. Tecrübe edip bakalım ya. Bilmeydim. Aslan bu. Durucu. Bunda kılıp bu ses kırıktır. Anladım ben. Sabahında. Ne işte kasız. Hayatını tatıp çıkırken mi sen bulduk o zaman? Sen erteden başlap öyde oturab, xan işine gününü görsen bulduğu demekçi o. Doğru. Bu izlekten sana gerek yok o değil mi? Ben sana yardım kılıp çık gideyim. Bo'ldi. Riyad so'qqigan deb uyang tizib qo'yasa. Şöyle yaxshi bir tanışıp bakayım. Ben sizni bek yaxshi bilmayman atpayin. Yani yaxshi tanishdan nima aytding? Meni qanday tanıysiz? Balkim Sibini bek yaxshi bilasiz-ku deyman. Sübi? Qaysi Sübi? Sibina muhabbati Sibi.
Ne vasılı aşnay. Ulan qanday to'laysiz? Sübey mening yaqin do'stim. Doim siz bilan ko'rishganlarni man deb beradi, Renat boy deb asli tushunmay. Görüşüş. Ben yana olan görüş bakmasa. Kızlık gap oldu bu. İki Sübey, siz yana sizdan bir muhabbatınız barkan o'rana deb. Birga ko'rishadigan keldik. Hammani bilmaydi ha. Albatta. Yilg'i bilishgan. Nigoda Prisnon sizning pullaringizni aldab aytganini, hatto onalar to'y qilmoqchi bo'lganini bilaman. Benim keynim kirib olgan birisi bilan parangiz bo'tamgan nima? Acaba qilchilik mishingiz ochiq qo'ymadimi? Nima ish için açık bo'ladi? Ben hazır pul. Bundaq ishlarga rahim cho'tlab menib ketdi. Ben hazır kasbimni, xizmatim yaxshi qilsam bo'ldi. Lekin men bek amroq. Ben sizga desam, Rana bilan Sübey ikisi bek yaqin do'st. Ben sizga bu ishlarni bir ishga so'z bilan tushuntirib beramayman. Ben hazır o işlerini hemen unutib ketdim. Şirket taraqqiy qilsam, kasbim yaxshimansam bo'ldi. Unutmay qolasizmiki? Nima ish qil? Chinkamda men paydo bo'ldim. Gapni aytib o'taman udullam deyqa. Men qarsam qil chiroyli qiz bor ekansiz. Savdoning sonasi kelganingizga tez ishongim kelmayapti dema. Dema bu yo'l qanday kirib qoldingiz? Sizga desam men Rana orqali kirib qolgan. O mening bir ishimni hal qilib berman deb men birisi bilan tanishdi. O mening ishimni hal qilib berishlarga men setib etibdi. Men pulga setildim. Men shundan boshlab kishilarning qalbidagi hamma odam amroq bo'lgan, hamma odam yaxshi ko'rgan ash pulga oshiq bo'lib qoldim. Aslında ameliyatda pul adamlarning hammasi unda ketishini da. Pul adamlar mening dadamga o'xshash, Baliyboyga o'xshash, shunday. Nurg'un ishlar biz tug'ilishimizda o'zgarib ketdik. Siz bek aqlli ekansiz-chi. Shunday qilib, sizning maqsadga erishmoqchi. Endi mening pulim bor. Men sizlar birlashib Nigoda o'ch olaymanki deyman. Voy abaytdagi men pulga amroq pulimiz yashamayman deb aytdingiz hamda. Nima gap bo'lib ketdi bu? Pulim bo'lish boshqa masala qarang. Ammo uning men kal o'ynatgan ummi boshqa masala. Men fursat kutib tursam, oxir keldingiz. Qanday bo'lamdi ya? Bu ishlarni hamma unutib ketdi. Men siz aldırak qaytdim. Hey bu, sizning ko'nglingizni aldash bilan birga sizning g'urur vijdoningizni aldab ketgan osh rasman mushundal bo'ldi qilib aytmoqchiman. Ajabani sizning nozlanib qo'yib, boshqalarda yurgini deb biraymi ya? Sabır yaşamağını. Sübey adam özünü öldürüp almoqchi ekan. Nima? O'ylashmay bir ish qilib qolmasin deb tuniga son xabarini ko'rsatgan. Sübey herkes unda qilmaydi. U hozir nima aytgan? Bilal Aliye'yle adam o'rlashtirib izlayotdi. Bizda hozir saqlashdan boshqa amal yo'q. Hammasi ashirasimni kasabdi. Biz uning avarchiq deb berdik. Lekin bu ishni kimni qilganini bilib qolgan bo'lsam, hargiz bosh qo'yatmayman. Iniqli sher tumandı aka. Sher u degan kichik bir pichka, tushundingmi? Kechir. Chiqib ket. Meni yolg'iz qo'yish.
Mening ruxsatimsiz ben hech kim kirmasin. Malım, Nigar keldimi, kelmedimi? Subeni topdingiz mı? Avval mening savolimga javob bersangiz-chi. Yo'q, kelmedi. Subeni topdingiz mı? Topmadim. Nagim ketgandi u. Uzoq nemish kelmaydigandi u. Men qarang, sizning bu ishingizdan jon qutqizishmayim. Avval Subeni ishni bir hal qilayli. O Nigar qachon kelganda men shu vaqt siz deganni qilib beraman. Men Nigarga boshqalarning e'tibor kartasini avatgizgan. Shunaqa turg'ili qo'ygani kelmabdi. U o'zini tutish shunda amroqdi. Ajaba xato qilmagandi. Lala, qulog'ingizga gap kiryaptamdi. Aldım malım. Bulduğunda biz avval Subeni masalasini hal qilaylik. Biroq men nega unutib qolmasangiz bo'ldi. Men cho'qim xato urib berman. Biroq biz hozir Subeni izlab saqchiga ma'lum qilsak qanday bo'lar? Unda qilsak bo'ldi. Biroq Subeni yo'qolib ketdi demdi. Qanday ma'lum qilamiz? O'lib olmoqchi demdi. Uni kim so'raydi sababini? Yo'qolib ketganligini ma'lum qilamiz. Telefon urib beqma avval. Undaq desak bo'ldi. Biroq nemish xizmat telefon urg'idakman? Esingizdan chiqib qoldimi? Subening omonligi sizning vazifangiz. Uring. Vay saqchi xonima. Bu yerda chiqib qolganimiz qiziq bo'ldi-da, Shakirchik. Ishtiringchi, qandaroq. Bir kunlik kayfiyatimni o'ltirgan bo'ldim-da. Qandaqlikim bo'lmasin, mening kayfiyatim buzilmiş oldu. Naqra. Bugun mening kim bilan ko'rishgan kelganligimni bilamsan? Eng yaxshisi, ela ahmasakanga deb qo'y. Bu yerda o'lib qolsa, ishimga daxl qilmay yo'qolsin. Deya. Mishajon, shu ahmasakamningki. Ishsizki ishini tashlamaydi deganda sen de nolmishdi qo'y xolos. Nayt o'rinliq qilding. Men qara. Absharklar ketib, sen degandek naxlalmishlar qapti. O'zing nim bo'lganini bilamay qolchi asta ket olamsiz ya. Ha? Men sana dey. Men ko'rishdigan odamning bir vaqtamiki sening bu yeringdan qimmat. Eng yaxshisi gap nos qilib yo'lni bo'shatsan olamdiki. Ash ko'rishgan odamni bir ko'rib baqsam bo'larmiki? Qanday? İsmini alsan qo'qab ketamsan-ku. Ağzına patıdığan iş bo'lsa, mendan so'ra. Shunda anlig'ing bo'lsa, men sana deb beray. Men Vali boyning o'g'li Subiya apandi bilan ko'rishdim keldim. Qiziq.
Cevap ketdingiz o'shaydi. Bir ay sho'mag'andi. Yo'q, hech nima bo'lmadi. Uydagi ishlar sal charchitib qo'ydi. Necha kun oyoqqa tuyuqsiz yo'qolib ketdingiz. Va ichingizdagini bilamay, udili kelishib. Tushdan keyin uchrashishga bundoq chiqishingizni xohlamayman shayda. Men dedim, hech ish bo'lmadi, kayfiyatim shunday yaxshi, Renat. Men kichik bola emas. Ha, bo'pti. Keyincha hamma ishlar o'ngshalganda kayfiyatingiz yaxshi o'tdi. Aras. Nima ish qildingiz? Siz xush bo'lgan ishlarni qilaylik. Kino ko'raylik. Kino? Bom bo'lgan para. Uzoq vaqtga men kino ko'rmagili. Nima kino ko'rsak bo'lar? Qo'rqinchli kino ko'raylik. Qiz o'ldirib qo'rqinchli film ko'raman. Boshqani ko'raylik. Shu qo'rqinchli kino ko'rsam, ko'nglimdagi qo'rqinchni yo'qishga foydasi bo'larmi deyman. Siz xush bo'lganlashib olsa, ketdik. Aras. Nima bo'ldi? Tuyuqsiz bir ish esimga qoldi. Nima ish? Da? Siz Nigarda birisini tanimsiz. Nima deb buni so'raysiz? Kim u? Yo'q, boshqa ishim yo'q. Bundoq so'rab baqdim. Bir ay sho'mag'andi. Yo'q. Aytgansan mijozim yo'qdi, shonsal bearam bo'lib qoldi. Doktorga boramdiq ya. Doktorgami bormayli, kinoxonaga bormayli. Va momamni qishab berib kelaychi. Va mama? U kim bo'lib ketdimi? Tog'an siz tanishtirib qo'yma. Bilib bering. Okay. Siz xush bo'lganli ish bo'lsa, nima ish qilsam rozi. Ketdik.